Ayağa bir bak hadi. Gelanglar halayık gelanglar. Ezan sattı. Baraklarını ezan sattı. Bitirsin besso. Ha, gelanglar. Halayık, gözün olsa tallab al, kulukun olsa anlab al. Bu eşek terisinin özü de, yüzü kılının yüzü de kirligen kılın da. Odatını otqı qaqlasan qızamaydı. Her qancha ursan yerilmaydı. Begi sancısan ötmeydigan, qılılıqtı gap ketmeydigan yüzü kılın da. Datlarının sərxili, dükünümüzde var her xili. Kelinglar, ish olmaganda ko'ruvdinglar. Mushundaq ishlarning borlig'ini bilinglar. Kelinglar, xaloyiq. Ish olmaganda mushundaq ishning borlig'ini bilinglar. Hay Osman, sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu yerni nima qilib yurasiz? Ha? Dafs etyapman, daf. Bu degan tijorat xudoni. Tijorat. Akilinglar dapni. Mana tijorat. Nima qilganing bu? Ha? Pul deganni hashlamay, sanab tursinmi? Ko'ngillik ishchimi xotin, ha? Bana qarqina. Kim meni savdo qilishni bilmaydi deydi. Mana amaliyat. 7-8 oy ichida 11 ming so'mdan ko'proq pul tepdimi? Endi uni bir dumlasam 20 ming so'm, yana bir dumlasam 40 ming so'm degan gap. Uni yana bir dumlasam qancha pul bo'lib ketadi? Qani o'zim bir daqiqa. Ya Allah, 2-3 yılning yoqi ovqat qilaman deb ziyon qilib dastlab shirdingiz. Bu da azroq pul tepib qopti ekansiz. Hajabmi qiliq topolmay qoldingiz, ha? Hey, yodingdan chiqib qoldimi? O'tganda chet elga chiqqanda ishtimizdan tishlarimi oldindan bo'lib ketgan-ku. Shu chaqda qilgan sodani endi qilamandim. O chaqdagi ishlarni texchi unutib qolmabsiz-da. O chaqda bog'u mening tuqqanlarim ha-hu deyishib bermagan bo'lsa, ab chiqqan mallardan foyda elishingiz natayinti. Ha, shundaq. Tuqqanlaringmi bu yerdan cho'ng-cho'ng sovg'atlarni apag'ashqa ha-hu degan gap. Bo'lmasa, ularning qarab ketishimi tayinliqdi. Bo'ldi, ularni maqtamay mening gapimni anig'ina. Qara, hozir bizning qo'limizga pul kirdi. Pul kirdi degan gap, aql kirdi degan gap. Bu pullarni ko'rib, mening kallam vaqtida ishilib ketdi. Endi kallamni ishiltib, bu pullar bilan shunday ishlarni qilayki, bu pulga bir moy zavodi qursak, ma'o pulga kamp zavodi qursak, ma'nanga xodik. Yo'q, Ladadan birini mangdirib qo'ysak, u chaqda pul degan eshikdimi kirdi, to'nglikdimi kirdi, hamma yerdan kirdi. Vah. Pullarning hammasini mush ishiltiversangiz, uyda nima hashlaymiz? Men to'y to'kinga borsam, ikki qo'limni burnimga tiqib boramdi. Asta, esim qursin. Muhim ishdan birini unutib qolib tasqabdima xapamanglar xotin. To'yning ishiga kelsak, mening kamp savod qurdiganim esimda bordi. Shu odamigarchilikka osh kampitlarni xaltlab opirsa, onadagi to'yga borsan xodikka o'ltirib, yo'q, ladaga o'ltirib borsan. Ha? Qolgan kichik ishlarga o'zing bor emasmi, ha? Ma pulni uyga xarajat qil, ha? Qanday, ha? Ush pullarning hammasini uyga ishlatamdi. Ha, shundoq. Mana ras.
Belli. Bu öyni remont qilib bir do'kon ochsam, uy o'zimning ijara to'lamayman. 5000 so'm xashlab 50 000 so'm topaman. Ay, yana ommaga telefon olmasam 2000 so'm bilan 25 000. Yo'q. 30 000. Mayaga. Mayaga may zavodidan birini qursam, yiliga 50 000 so'm topaman, 50 000 so'm degan gap. Ey xotin, nima kutyapsan? Ha, miyaqkila? Miyaqkila? Miyaqkila xotin. Men deyman, meshaga 2 qavatli binodan birini solsam, ya 3 qavatli. Seningcha darvozasini oyoqni açsaq bo'larmi, mayaqdimmi? Ha? Tova, nimandaq bangining xiyolini qilasiz. Qarama qilib shirgan ishlaringizni. Biraz ko'rib qolsa Osman sarang bo'lib qopti demamdi. Sarang bo'pti desa demamdi. Sarang bo'lmoqcha boy bo'g'ilib bo'lmaydi. Men bu bir sarang bo'lib boqaymiki deyman, ha? Ben sadece bo'lsiz. Oy! Siz bilan ko'rishishim bek tez bo'lib ketdi, Reyhan. Kunduzlari xizmat bilan aldirash deysiz. Kechqurunlari uyingizdan chiqolmaysiz. Dadingiz sizni bek ching boshqaryapti juma. Fursat bozilib ko'rishyapmiz bu mana. Haftada aram bir qatim ko'rishyapsak, buni muhabbatlashtirib tegili bo'lamdi. Sizga desam, og'aylarning hammasi to'y qilib ketdi. Bizmi paytni tutib to'yni ko'pini qilib olsak alomat yaxshi bo'ladi-da. O chaqda uyingizning oldidagi xijolat to'qmish sizni marab juridiga ijtimoiy qilib qoladim danga. Dadingizmi yaxshi bir kuyov qilib uyga qoladi. Voy. Qarava. Ma adam. Qandaq? Qaltis yasnapsiz bu. Ne var deysiz? Bugun daryo bo'yiga berib, kallamni saygatgash, bundan keyin qandaq savdo qilish to'g'risida obdan bir o'yinlaymiki deyman. Pul topqichi aql top degan gapni anlaganmisan? Ha desizlar, daryo bo'yiga borman deysiz. Birasi beshingizni aylantirib yurmisin yana. Voy xotin, sen bilan 20 yillik qadimli sotim bo'lib qoldik. Endi mush yosh kirganda shaytonning kayniga kiramanmi? Voyta. Ko'nglimni cho'nqur yerda sen baq xotin, ha? Xotirjam bo'l. Lekin hozir pul degan shayton paydo bo'lib qopti. Ozdirib kelsiz shu ozdirib ketarmiki? Shundaqmi? Berib kelaymi? Berib keling. Xo'shamisa xotin? Xo'sh. Baldıra qaytib kelasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey, ko'zing yo'qmi sening? Mashinadan tushmaysan mamda. Pochtisam olimdan qala aka. Bu sening tushmaydigan ish karvan emas. Qarsam başlarım sangılab ketibdigina. Şunu seni o'yg'itib qo'yaymiki deb qoldim, ha? Hey, Fuka, biz sagakchimi, texi oldirab mashinaga uslanmaymiz, ha? Chaqchaq qilib qo'ydim ha, Osman aka. Uqdim. Ha. Bu qarsomgini ko'tarib, nega mangding? Nagi bo'ladi, Fuka? Mengamni sagatgash, daryo bo'yini olinib kelaymiki deyman, ha? O'ynaymiz, yashaymiz, Fuka. Allah, to'la payzini o'xshaman. Payzin vajimi Osman aka, ha? Fuka. Mushu uyingni sog'icha qancha pul xashiding?
Əcəb bunu sorab qaldın-qı. Özden sorap koydum. Bununla şu 1.200.000 so'mda ketdi. Taş, sen ben pek aşırı ettin. Biz mi soğudigarchilik qilyapmiz? Bozorni oz to'lusimi bilamiz juma? Qiziq gap qildi ekansan aka. Ishonamsa, ishonmamsa, bu o'zingning ishi. Bu öylene selişqa. Rastıllı şuncha ko'p pul ketganmidi? Allah'ına çabuk gelsen canım arkadaş. Yaxşı bak gelsen. Assalomu alaykum yigitlar. Aleyküm esselam. Peyzanlar barcımı, peyzanlar bar. Kenaka kila pila o'ltiramiz. Qo'sh. Peshondagi shlyapami, bilaq tutar tormi? Peyzama afka, peyzama. Ben berib to'rsab kelay, ha? Beriver. To'g'ri qo'ysang chiqib qolmasanglar bo'ladi-ku. Osmonni oq bulutlar qoplab turadi. Toshqonlar saydin sayga taxlab turadi. Ba'zilar koni uyni oqlab turadi. Yigitlar qiz bolalarni saqlab turadi. Bu vaqtda bujigida uxlab turadi. Mashinlar cho'ng ko'chada qatnab turadi. Savdogarlar mollarini maqtab turadi. Gohida bir-birini batlab turadi. Bulbullar bog'lar aro sayrab turadi. Boytaqlar to'yga berib yayrab turadi. Mashin so'tisizmi? Daryoning bo'yiga har kelganimda ilhom aram bermay qaynab turadi. Ha, 500 ming so'mni degan kesil avatib beray. Ha? Bo'ldi, o'sim olmayman. 500 ming so'm degan qanchalik bo'ldi? Sizlar xotirjam bo'lsizlar, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, tekshirdingizmi? Ha, obdan turdingizmi? Qaraganda siz nayt yetishgan shoir o'xshaysiz. Nima degan qoltis misralar u? Nima degan qoltis? Hayotingiz anglabsiz-da. Albatta angladim. Men degan bir misra qopiylik gapni anglasammi, shuncha hayajonlanib ketdiman. Rahmat. Kechirsiz. Ismingiz nima ekan? Ismim Osman. Gayla taxallusim bilan qo'shib Osman Shavquni deb chaqirdi. Osman Shavquni degan siz bo'lamsiz? Men sizning nomingizni ko'p anglagan. Bugun oxir ko'rishga nasib bo'ldi. Didor g'animat. Ismingiz? Mening ismim Lit. Lit. Qaraganda cho'ng bir savdogarda qilasiz, shundaqmi? Kasbimiz cho'p qoldi, qarang. Mol yotgab, mol setiblar, kunimiz o'tib ketyapti. Qo'limizda pul olgan bilan qo'sig'imizda o'machning tayini yo'q. Undaqmi deb ketmang. Sodinimi qo'sig'ida umuchi va, deti va odamlar qilalaydi. Hozir savdo qilayotganlar har tarafdan ko'tarilib ketdi. Bizga shundaq fursat yo'q dang-a? Nima? Sizmi savdoga qiziqamsiz? Qiziqmaychi. Kimdan ko'proq pul topqisi kelmaydi deysiz? Jahonni endi haqiqiy tushunibsiz. Rost gapni qilganda, hozir pulovaning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng bo'lyapti. Rost deysiz. Pul olsa jangalda sho'rpa debdi-ki. Kerak. Ayr birdan o'tiraylik. Voy bu so'mkingiz. Mishadi birdan payzi qilay deb kelgandim. Oy, nima qilyapsiz? Maningdan ishmaydimi? Ishkimiz bu yerda o'ltasak yarashmaydi. Oyoq berib o'ltamaydi-mi? Restoranga beribmi? Shu yerga. Maqlamsa. Bu yerning havosi yaxshi emasdi. Qani? Qani. Xo'sh. Qani el. Mundaqda. Shunda. Qani el. Qarang.
sizga aytsam, hozir hech kim bilmaydigan bir savdo bor. Mandaqda. Bu savdoning foydasi intayin ko'p-da. Mana men necha yildan beri shu savdoni qilib kelyapman. Agar turmushim ko'tarilsin desangiz, ozroq mablag' chiqarib, savdimizga sherik qilib olay. Qani. Men sizda shoirlarni pek hurmatlayman. Mandaqda. Bu sizga qilgan yaxshiligim bo'lib qolsin, O qandaq savdo? Dop savdosi. Dop savdosi? Dop degan ota-bobolarimiz uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib isl sozlarning biri. Hozir Jungo ichida emas, Xinjiangning doplari chet elning hamma yerlarida nom chiqadi. Masalan, Pokiston, Arab, Hindi. Mundaqda. Bu gapingizdan qaraganda bu bo'ladigan savdo qiladi. Menmo bir biyib ketsam deb kech kunduz o'ylayman. Siz bilmaysiz. Mening Hoshim Donay deydigan bir xo'shlam batdi. O hayot vaqtida tavus pishib satadigan bizning ko'chining do'qmishida. Bir tilim tavusning pulini talashib, xaridorlar so'qishib, tavus ildigan yo'g'on pichoqni haq shiltiyman deb o'zining jayniga urib olib Donay o'p qolgan. Hozir bu Donayning bolasining holining cho'nligini demaysiz. Uyimizning oldiga peshonimizga do'ng'aytib 2 qavatli bino silib oldi. Hasta qildi, taratxonagami pikapga o'ltirib bag'li. Bu kunning yoshlarni bir dema. Pul topsa uchib, tushadigan yerni topolmay qoladi. Shuni demamsiz. O Hoshim Donayning bolasi oz to'lib pul tepib, jahonga patmayli qoldi. Men sizga rostini desam, ichimga bir shayton kirib oldi. Hoshim Donayning bolasi 2 qavatli bino salgan bo'lsa, men 3 qavatli bino salaman deb. To'g'ri. Aytganlaringiz tamoman to'g'ri. Xalq ishingiz oldida 2 qavatli binolarni silib yayrab yursa, bu alamga qandoq chidaydi? Men qarang, o'lmagan jonda umid bor degan gap bor. Boshqalar qilgandan siz nima ish qila olmaysiz? Agar tavakkul qilsangizlar, cho'qim pul tepib ketasiz. Sizcha men zodi qanday qilsam bo'lar? Bir obdan tanishib qoldik. Siz cho'ng savdogar bo'lgandan keyin menga bir aql ko'rsatgan bo'lsangiz. Qani, avval ishlaydi. Qani. Qo'sh. Qani, elim. Qarang. Savdo deganda niyat durust bo'lish kerak. Haram halol aralashgan ovqatni ovqat degili bo'lmaydi. To'g'ri deysiz, to'g'ri deysiz. Alloh taolo mol dunyoni insonning niyat istiqboli qarab berdi. Bir necha yilning oldida men mo yonchig'imda kiryoqlikdan boshqa hech nima chiqmaydigan bir musofirdim. Xudoyim beribday desa, birdamlikli ishga. Mana o'zingizmi ko'rib turibsiz. Men qarang dedim. Gapingizdan ishonchlik odamligingizni aytdim. Agar xohlasangiz bayam aytgan daf savdosining bir burjigiga menmi sherik bo'lib qolay. Qaddim ko'tarilib qolsa, bu yaxshiligingizni cho'qim qaytiraman. Albatta, albatta. Mana. Bunchalik narsalarni ish qilib bo'lmaydi. Desmay degandan ko'proq o'g'ini yaxshi. Shundoq. Men amalni qilay. To'g'ri, amalni qiling, amalni.
Nefes buldun şeytanlardın dostlarım, aldanlığın zinnetlerine. Oh 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 oh. Gülüp bakar gayda koyar, kahkalı sen buran çapında. Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım, kuyukat sen yana armanda. Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım, kuyukat sen yana armanda. Oh 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 oh. Mana. Herhalde bir sanıydı. Ma'qul. Doğru gel, doğru gel. Shunda xusin emasa. Yaxshi beldimsan shu. Hey balam. Hey balam. Bana uyga kirib bir chin sovuq choy chiqa. Yura balam. Adadash qapirib ba. Oftobda usabmi ketgansiz. Choy ichib oling. Rahmat. Rahmat. Necha kun bo'ldi? Qarasam mushadil yurisiz. Qaraganda Yoqubni izlab kelgan o'xshamamsiz. Yo'q. Ma'ul yetibni izlab kelgan. Hey, sizmi aldinibsiz-da? Qandoq deysiz? Uning ismi Letip emas, Yoqub. Nima? Nima dedingiz? Uning ismi Letip emas, Yoqubmi? Ha, Letip emas. Uni hamma odam Yoqub Qizilko'z deydi. Uningda pulimiz bor deb, kep ketib turgan odamlarmi xeyli bor. Hey, qarzini so'ylab kelayotganlarning ko'pligidan bechora ayolimi uyda turolmay, sahrodagi tuqqanlarning uylariga ketdi. Enis Shavkat ba'zida ancha-muncha kelib, bu uyni yo'qlab turdi. Balam, bu mashina o'zingmi? Ha. Yaqinda setib olgandim. Qaraganda tijoratchi o'xshamamsa. Shundoq. Bo'pti balam, bo'pti. Qaraganda halol niyatli bolada qilsan, tijorating ro'naq topqay. Qani, avaylab ishla cho'ndada. Masla. Masla. Rahmat balam. Rahmat. Seni ko'p ovar qilib aytchasi yo'q cho'ndada. Bo'ldi balam, bo'ldi. Elim shuncha yerda mashak ekib qo'yding. Sağ ko'p rahmat. Hechasi yo'q cho'ndada. Men sizni o'ldirib ekirib qo'yib, uningdagi maqsami bo'ladi. Masla. Ajabmi, adab qoidlik cho'ngibsa balam. Sana bekli masligim kelyapti. Kimning bolasi sen? Men Hashimdagi odamning bolasi. Hashim donay desa, to'nimaydigan odam yo'q. Qani, masla. Masla. Balam, shuncha jiroqyatdan mashinangni ekib qo'ysang, ismingni so'rab olmabdi-ma? Isming kim bo'ladi sening? Ha? Bala, ismini so'rayapti. Ha, yap.
Kim yaptı mı? Oldu, bakalım. Ay, muş iştinize. Meyman gelsin havaydı. Kim yap? Yeter. Oldu, kalma. Yeter. Tez. Oy. Balam, ne buldunuz? Ben çıkıp qarab bakay. Oy, nem dep geldiniz? Oy, pəsərək bulunma, dadam görüp Ben sizde mahalle dokunmuş saklayayım. Çokum vakti çıkın bulan mı? Vaxtıda çıxma, tez gedin. Tezərək bulun, Oy, dadam görüp qaldı. Bulun, tez. Çin'e çıkılıp gitipti. Kızları sakin. Ya Allah, Xudoga şükür. Biz Osman Efendi'ni ah göngül, obdan adam deb işinip, onunla pul verip durgan. Ama lekin vaqt pek uzrap ketdi. Söylemeyli desek, bizge o pul lazım buluvatıdı. Şu emasmi? Biz mo sizlarni hijil qilmayli deb az keldik. Osmanjon bir yerdan amal qilib bergan bo'lsa bo'pti. Biz sizlarning oldinglarda ko'p xijil. Osman o aldamchini izlab, bağmığa yer qamidi. Biroq sodil topamay otudu. Amalni qilgan kuni pulinglarni cho'qim qaytirib beramiz. Bir amal qilib mening pulimni patroq berib bersanlar bo'ladi. Nima deb sening pulingni avval berib etkidak? Sening puling pul, bizning pul emas qog'ozmi ekan? Meninkini avval berib etsin. Nemi deb sen avval alırsa, biz ilişimiz gerek. Yo'q, oldi bilan men olaman. Avval men olaman. Men olaman. Men olaman. Hey, Ha, almasam bulmaydı. mening oilamda qiyinchiligim bor. Men olmasam bo'lmaydi. Nima deb savog'i deksan? Men olmasam bo'lmaydi. Men olaman. Azan sattım. 10 so'mlik 5 so'm setib etdim bana. Kelinglar. Ko'pachida qancha pul? 10 koy aka. Akina. Almasam akina. Besson. Süpürge Besson değil Allah ha. Hey, bu kimden etti? Ha? Ya aylab gel. Bu kimden etti? Benim süpürgem yaxshi süpürge. Başkalarına girip bakmamsınız. Bu atlayık, apırıp bağlıydı balam. Ma'qul. Ha, kelin aka. Yaxshi süpürge var. Bana. Kelin. Dostlar, kelin. Ha, kelinlar, Besson'da sattım, Besson'dan. Yapon'dan, Şanghay'dan, Guangzhou'dan maykilleri, hey. Kelinlar, xeridarlar, kelinlar. Azan sattım. Ya, ishki so'm bo'lmaydi. Kelin aka, kelin. Ha, yaxshi maykajmi bu? Yo'q, bo'lmaydi. Hey, Guangzhou'dan. To'xta! Oldin trenisi. Ne turma? To'xta! To'xta! Bu aldamchi.
Ha, nedir o iş kızı? Hey, beni öğrettim. Beni öğrettim. Topla. Sen ne kıvaçtın ha? Sen ne iş oğurlaysa? Sen oğlumuzdan ümit kaçsa? Topla. Haramzade. Sen daha kış bitsin abi. Benim kulağımda kış kullanmaysa topla. Haramzade. Topla deyme. Duramazsam seni. Topla. Topla. Tutup mısın? Toxta! Bu adamcı! Toxta! Toxta! Hep! Tutup aladığımızda paçkını söndürüydü ben! Toxta! Onu tutula! Bu aldamcı! Ne kız kutun sen ki? Hem de bu kız kutun bakayım! Dur! Yeni bir kasını! Kile? Ha? Toxta! Bu haramzade! Toxta! 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 Nereye kaçsan ki? Hem de o tutulansa... Hem de o tutulansa haramzade. Hem de nereye kaçsan ki? Ben bir körpe kaç. Sen nereye kaçsan ki? Ben bir körpe kaçsın. Kene, kaça! Hem de tutulansa... Oycan. Kız kutluğunu ben bir kör bakar. Çok. Anak! Otosa kendimse! Oycan. Toxta! Seni tutup Hasan. Hep toxta. Sen kış bakar kene. Nereye kış kutun sen ki? Qani ko'ringlar. Borunuzu ne sondan satsa? 10 so'm. Borda chatak yo'q. To'qilish intayin yaxshi. 8 sondan beri. Kam bo'ladi uka. Men sizlarga boshqalarni ko'rsatay, ha? Qani kelinglar. Yana bormi? Buni ko'rib beqinglar. Bu qandaroq? Bu bo'lamdiki, ha? Buni ko'rib beqing. Oy, hey, uyatsiz. Sen bu yerni nima qilyapsan? Sodamni buzmay, bu yerdan darhol yo'qol. Chop-chopni turib, qip-qalin ochib vaqimni. Şöyle qaranglar. Kimdir sürüp? Bu borni keyin nima qilding? Qaranglar, ko'p kun qip-qalin ochib olaman. Shu emasmi? U yaxshi bo'lmagan xabar ekanlar bu, ha? Qacha yana. Nega qish qilibsan ki? Ha?
Kızıl. Kaça. Ey, gelinni koyuvat. Elbikka. Ma, koyuvat deyme. Ma kızıl. Ma memle. Ma. Ey, ma gelinni koyuvat deyaptım. Qandaq deyme bu? Onda olsa akanın nerligini bana etme. Akamdan erdiğini ben qandaq bilme. Hey, benim savur takım tuşup gitti. Onda olsa akanın karzını sen kaytur. Nime? Ben qaytıram deme. Ben sende pulağım mı? Akan keçip ketkendiğin için karzını sen kaytur sen de elbette. Hey, sen soğudunu akam bilen qıqan mı, yoki men bilen qıqan mı? Gep qılmasam ətigəndə bir qoğulab, cinimni qoymudun? Akanın nerdeligini sen inik bilirse, bir yıldan bu yameni koldurulup geldim. Muşunda kısım kutulmadı adamsa, bunda hamxel kılışma. Akan diyen koymuçini tutuvilip, halk alem aldıda resvası çıkırıp etmeydiğen bulsam, oğul balı bulmay gidey, uktun mu? Nime? Sen nim deyapotsa, akamdan qarzı raqib qoyup, yana baqırıb jaqlaysan go, ha? Gilim Onun sıkılıp abırını gitti. düşürüp, nime sen erişmez çiğdem? Sen oxşaş qalbegilerin dəstür, yengem öldüramay, qallarınca ketdi. Bu bizgi nemi diyorsun? Ha? Gilim sıkılıp gitti. Beni koyuvet. Mesela namakul olay. Tüle! Gilim. Manamsi! Xalq alem aldıdı sət bomsoğunda peçip koysam, rot bayqalanda. Ertigəndən beri qoğulab, cinimni az koydun ha? Mana qoğulağına toya. Hey, Lükçek, adam vurmacı mı sen, adam vurma. Dadağındaki adamın nime de vursa? Hey, köpkünüzde adam vurmatsan ko, ha? Sen oxumaysa aka. Bu rodu payda bizim pulumuz battı. Şunu bəmə otudu. Şuna azraq təkkizib koydum. Hey, yemi de hatsak kızıl göz, mesleki kazdama, ha? Hey, mani? Pulunu alamağanını az dep, tek tayaq yep gepsiz. Obdan bopdu, özünüzge az. Xalqның yalğan yavdaq geplerge işenmeň dep şunca desem, anlamadınız. Bəzən qılıqlarınız kiçik balının özü la. Endi obdan boldu mu? Hey, toda yetişkan yerimge tutsak ne gine? Bundak buluşunu kim bilirdi deyse? Ben mi azrak pul tapay dedim şu. Pul tapsam silah üçün bu. Qeyni tapaladınız mı? Taz obdan ondu düşdünüz. Endi xalqın alğan qarzlarını qandaq qaytırmaz? Toda koturdım gına xotun. Muşküllerde koymuşçılarga uçlap ziyan tatotkan mellim etim. Meydesigi muşlap jürgen ni oçularımı koymuşçılarının damığı düşüp beyran bulup gitip atıdı o. Bunun gını mı deyse? Onda koymuşçılarım şu sizlerde gollarını koyuyordu. Sen tehi bilmeydiken sen xotun. Anlasam koymuşçılık degen mi o? Azırkı vakitte bir çoğun önermiş. Bu yüzü kılın koymuşçılar mendek gollarını tapamıgan da bir-birini koyamış. Onu mu kanlaştıramışsa özüki de özü koyamış. Onu mu kanlaştıramışsa xotunu koyamış tehi. He, siz muşundaq ahmaqani geplerini kılıp oltırıverin. Vay canım xotun, bana mı nemi amal bağ deyse. Ölmese yetiştiyken bu koymuşumu bir güldür yutuk qaytıp gide. Çağusunu çıtkı yeyip etmeydi amısan bu aldamcının. Osmanka, görünmeysen go. Bafka, tirikçilik kıp yürüvatımız. Osmanka. Nime kapaklarını kökertip apsan go, ha? Biresinin xotnuğu çaq-çaq koyup sende, ha? Özlemden derdi bilen kılıbat qavatır kamlaşmıqan çaqçanı qımıqına bana. Emsi iniqraq dememse, zasan nime det geldi? Bir soğuduğu şerik olup koyulup gittim. Şunun hapını qommam dufka. Koyulup gittin? Koymuşçuğa uçrap kılıştın. Hazır eyle cuma ufka. Hey, menin eylikli işimni anlığansa? Yoq. Nemiş oğantı? Senin närin hoşna? Vay vay. Iniqraqını dememse aka. Zadı qanda soğuduğu şirk oğantı? Dap soğudusıqa. Nime? Dap, eylikli daranıştıp çalıdığan dapçı. Çaqçığını koyaya aka. Dap soğudusu gen, zadı nemi gep o? Beşin aylınıp qanmıqandı o, ha? Hey, sana yalgan gap qıp neme qılım ha? Muşu işini dep, nurgun pulumdan ayrılıp kaldım. Estağfurullah. Nemi deydi qandama adam. Aka, men şunca yıl ticaret qılıp, bu dap soğudusu dediğen soğudunun bağlığını zat anlap bakmaptıken ben, bu dap soğudusu qılım endiki adam gibi şunca yıl pulum tutkızı koygan bağma?
Uka, odamni qarab asqanda ikki ko'zi tangli qarg'ub qoldi ke. Heliqi qizil ko'zdan chiroyli gap so'zlarni anglaydigan bo'lsang, erib ketsa. Uning aytishicha, dab ota-bobolarimiz nihoyatda uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib bir sozmish. Hozir mamlakat ichi sirtida Şinjanning depi nihoyatda mashhurmish. Masalan, ispanlar, hindilar, arablar, albanlar ish qilib, aytavr dunyoning hamma yerdagi sozandilar Şinjang depini ishlatarmish. O'zing bilsan, Fuka, dutta tambirni tanishinasan chaqlamaydi. Dapnichu, qulonga olasan, chalasan, darangshiyverdi. Ya aka, bu dapnımı qısıtmısı çağınılmaz. Xo'shaqsa qistidike. Bo'lmasa, chiliversan o'zi qisib ketadike. Qashqarda shundoq dap yasaydigan bir korxona bormish. Dapning gardishini esil yog'ochdan egib, chiroyli naqshlarni uyib, terini yumshoq raslab, pam bilan kerib, dapning gardishiga kumush halqalarni esivdi ekan. Chet elliklar maxsus shu korxonaning depini ishlatadi ekan. Bu yerda yasalgan daplarni darangshitib chaladigan bo'lsa, to'kir odammi das o'rnidan turib usulga tushib ketarmish. Mana eliqi odam shu korxonaning doimli xaridorimish. Necha yildan beri boshqa ish qilmay, dap setibla beyib ketibdi-dak. Ha, shunda bo'lsinmi deyli? Sizlarning aşı pulg'ag'in depanglar zodi nem bo'lib ketibdi-dak. Anglasam, bizning pulga olgan daplarni mashinaga chiroyli qochilab, chegirdan o'tkazib, chet elning bir tog'liq yo'lida ketib qolganda, mashina o'rilib, hamma dap suv tushib eqib ketibdimish. Qip qizil yolg'on gap aka bu. Bu dap so'z qilimizga odamga shuncha olab pulni tutqizib qo'ygan bormi? Sen bize jin ahmoq kelsanchimi? Ey, sen meni ahmoq deysan-a? Dap savdosi bilan sening qilayotgan savdoning zoti farqi nima? Ne deysa? Mening savdom degan teri bilan jo'ning savdosi tursa, bu dap savdosi deganim savdo degan olamdi. Ey, ikkisi bor-ku. Bir gap. Nima? Ey, sening olgan terangni qirqsa yo'ngi chiqadi. Shundaqmi? Qog'a yerni Qashqardagi heliqi korxonaga olib kelsa, dap bo'ladi shu? Qandaq? Dapaqa. Tash, sizga bir gapni desam xo'p bo'lamsiz? Nimaga? Demayman. Baba. Qani, demamsiz, ha? Meni Edardan Urumchiga bir yillik o'qishga borganimni belgilabdi. Yana 3 kundan keyin manaman. Sizni qachongacha saqlayman, ha? İdaranızdakiga bizning to'y ishimiz va deb desangiz bo'lmamdi. Xizmatimning xarakterini bilasiz-ku. Sizni saqlar qirib ketadigan bo'ldim deyman, ha? Agar yana shunda qilaveradigan bo'lsangiz, men boshqa birisini tepib olmanchimi? Ha? Tepib olsangiz mayli, men Urumchiga berib, birasini tepib olamdimi, bexi? Nima deysiz? Ha? Ondaqmi deyishib ketmayli, ha? Siz degan mening ig'ir sinoqdan o'tgan sevginim tursangiz. Ikkimizda chin muhabbatlashganlar yetjadi yo'qchimi? Qandaq dedim Rayhon? Yo'q, men tepib olaman. Hey, men sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Cho'qin tepib olaman. Rayhon.
Tayyorlik bitdimi? Çataq yo'q. Ey, çataq chiqmasa? Hay, ikkimiz birlashib ko'p ishlarni qilgan-ku. Bu qanchalik ishdi? Ey, iliqi ism kartoshkasi, hujjat, to'xtamnoma, tamg'ilani hammasi tayyor. Xotirjam bo'l, hammasi tayyor. Xotirjam bo'l. Ondaqda sandonliq mehmonlarni kechdi boshlab boraman. Sandonlik og'inamning deyishicha, ular noit cho'ng savdogarmish. Shundaqmi? Shundaq. Bo'ldi, ustalni toza qattiq tayyorla. Chiqimga men ega. Çataq yo'q. Ikkimiz ayrılmaslardan tursak. Bu shaharda savdoda Musa jonliga yetadigan yo'q. Ha? Hatta chet ellardimi cho'ng savdolarni qiladi. Alomat odam. Rasma. Yaxshimisiz? Musa jonli keldi. Qani bu yoqqa bu yoqqa. Kechiringlar, sizlarni saqiltib qo'ydim, ha? Yaqin. Mana bu yoq men sizlarga gapini qilgan Musa jonli bo'ladi. G'arbiy diyar paxtkandir shirkatining bosh jonlisi. Bular sizga gapini qilgan sandonliq mehmonlar bo'ladi. Nomba, dog'liq savdogarlar. Yaxshimisiz? Siz bilan tanishganimga Shinjonga kelganlarni intayin qo'shalman. Bu yoq lexinim bo'ladi. Yaxshimisiz? Bu yoq Qani, o'ltiringlar. qani o'tiring. Taomlarni buyurdinglarmi? Buyurtib qo'ydik. Qani ko'rib baqing. Hay, bu bek oddiy bo'lib qopti. Kutkichini chaqiring. Ay, bo'ldi. Avarimma. Avarimma. Qani, bizga yana Petermanta, kaklik go'shti, yana tonir kavupidan birini keltiring. Ko'p bo'lib ketdi, bek ko'p bo'lib ketdi. Avarimmalar. Israf bo'ladi. Avarimma. Hay, sizlar degan yiroqdan kelgan aziz mehmon tursanglar. Tuzut qilmanglar. Bugun toza ichilib, yeyilib, ravurs payz qilib qong'ich o'ynaydi. Bu soda atish pasa sizni obdan raz qilaman. Rasma. Undaq bo'lsa, gapingiz tursiz. Qanda? Albatta. Aman, ha? Ishni chim. Kim? Kiring. Musa jonli. Ha, keling. Yaxshimisiz? Jonli yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Qani, o'tiringlar. Qani, o'tiring. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Qani, tamom chika. Ha, bo'ldi. Mana bak. Çay iç. Rahmat. Jonli, bu Shinjongning mahsulotlari. Sizlarning to'g'risida baqash keldi. Qani. Tetib qolinglar. Avarim sizlar. Qani. Qani, elanga. Qandaq bo'lamdi-ki? Bo'ladi-ki. Manga vaqtlarda ko'proq el bilinglar. Yana. Jonli. Bizning shirkat innovatni birinchi o'ringa qo'ydi. Shundoq. Masala yo'q-ki. Mana bu shirkatning tijorat kinishkisi. Mana bu rasmiyatlari. Shundoq kel. Ko'rib yiqa. Jonli, biz degan cho'ng shirkat mamlakat ichidala emas, chet ellardami shu shirkatlarimiz bor. Bo'ldi. Bularnimi? Qani, ko'rib yiqinglar. Ko'rib yiqinglar. Mana bu bizning moliyani, mana bu shirkatning tamg'isi. Sizlarga 100 ishimiz. Bo'ldi. Sep qo'yinglar. Ata, Shaolong sizlarni shirkatga boshlab borsin. Avval molni ko'rib yiqinglar. Bahosini kelishalaymiz. Kelishalaymiz. Taqlayli. Malni hat ko'rayli amsa. Bo'ladi, chataq yo'q. Sizlarni cho'qim rozi qilamiz. Voy, men Musa jonli bo'laman. O'zingiz kim bo'lasiz? Men Ta'minot savdo kooperatividan İbrahim Jo'jang bo'laman. Yaxshi. O'zingiz-chi? Mundaq ishda qarang. Sandongdan ikki savdogar kelibdi ekan. Ular paxta oladi ekan. Paxta. Shirkatinglarning paxtasini shular ko'rib boqqan bo'lsa, bo'ladi. Bahosini o'zim kelishtirib qo'yim, Ammo men bo'ladi, ma'qul. Shadiya. Neymişti?
Ben hazır goncuk var mı? Hatta sen donlu iki xeridar keledi. Ulağa paxtlarını köstünla. Boladı. Qalan işlarını belgilim boyunca qısanlar buludu. Bu İbrahim Cücan'ın özü uğurlaştırgan mimarlarken. Şuna ulanı yaxşı kütüp bilinglar. Nimanda qilasiz? Ko'zingizga qaratmangsiz umamdi. Sen mi qarab mansang bulmamdı öşkidek üsküçe. Oy. Onda kadar qarab bakay. Abla, kanapta emas mi? Akile, bir suyup koy. Bo'ldi qiling. Ajabmi og'ridi. Ay xotin, anlasam meyli qil yetib qizil ko'zni ürümchida yurgidak deydi. Bu yerda titildab o'tag'icha ürümchiga bir berib kiraymi deyman ha. Shundoq qiling. Bu yerda qarz egilar bizni o'tag'izmagandan keyin berib pulning amalini qilib keling. Ürümchiga bir berib kiraymi deyman ha. Shundoq qiling. Bu yerda qarz egilar bizni o'tag'izmagandan keyin berib pulning amalini qilib keling. Agar o qizil ko'zdan tutib oldigan bo'lsam, qiymi-chiymi qilib etmaydigan bo'lsam. Qiymi-chiymi qilib deb uning go'shti mant etib yig'ilib bo'ladimi? Uningdan chiroyliqcha pulni undirib olganning amalini qiling. Hay, azroq so'q salam bersingizmi mayli? Ish qilib pul qaytib kelsa bo'ladi-ku. Bazı adamlarga o'qish maslahatlarini berdi. Bu yerdan bir radyomiz to'xtatib o'tdi. Qizg'in muomala qilyapti endi. Biz biraqlar Manda baqa ya. o'zimiz haqida ko'p narsani daftarda shundan sizlar çok o'ylaysa bularni shunaqa odamlar ekan. Bundan keyin sizlarni biz yo'q biroz ko'rinishi mumkin. Shovlun darvoza oldi saqlayman degansan. Ajab, ko'rmaydi u. Yo'ldosh, ajik mashinasini kirgizmasangiz. Kechiringlar, bo'lmaydi. Shirkat 3 kun tijoratni to'xtatdi. Ambarlarni ratlayotdi. Shunga har qanday mashina kirishik bo'lmaydi. Hay, qo'limizda to'xtamdan bor. Qo'limizda to'xtam bor. Bo'lmaydi. Ha? Andaqda jinlaringlarni ko'rishima. Ma'qul, kiringlar. Juring. Siz Bu nima ish? Butun rasmiyatlarni o'tab bo'lgan tursak, nima ish mashinani kirgizmaysizlar? Tönögülli paxtani ko'rib ketdinglar. Sizlar bilan rasmiy to'xtam tuzmadik-ku. nima? To'xtam tuzmadik? Nahadiki gapni qilyapsiz? Biz degan Musajonlar bilan tunugun tushdan burun to'xtam tuzishib pulni topshirib bo'ldik. Mana bu talon. Mana bu to'xtam. Mana bu pul topshirib olganlik hujjati. Ko'rib beqing. Kechiringlar, bu Musa Janglining imzosi emas, ham shirkatimizning tamg'isi emas. Musa Jangli 3 kun ilgari Guangzhouga ketgan. Nima? Bu 2 kundan beri ko'rlini izlamagan yerimiz qolmadi. to'g'ri. Biz o ishga aldamchiga ishini qopdik. Bo'lmasa pulni hargizmi bermasganmiz. Rost shundoq. Hay. Ular nemishqa hujjat, tamga, kenishga, to'xtam qog'ozlarini yataqqa ko'tarib keladi. Biz nemishqa naq pulni shirkatning moliya bilimiga olib turib topshirmaymiz deganlarni o'ylamadinglarmi?
Bu tərpini zadıl oylamapdıq. Şundaq oylamapdıq. Qarsak, həmmə rəsmiyyətləri toluq təqildi, şunlaşıq işinib qapdıq. Ularning chiroyli gap so'zlarini anglagan har qanday odam ularning gapiga ishilib ketadi. Şundaq işini de. Qarab turib, sizlarga bir muncha ziyon bo'pti. Biz bugunlik 3 tashkillab bu deloni tekshirishni boshlaymiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Ha. Bo'ldi, kirib ket. Ay, sizga ham jiklab qo'yay, Osman. Yo'l deganning o'g'ri yolg'oni bo'ladi. O'zingizga ko'proq diqqat qiling. Urumchiga borganda eshak kangrigan, daptaranglagan yerda yurmay, heliq pulni topadiganning qo'ydi bo'ling. Voy, odamning o'g'isini qaynitib, senmi yana dapning gapini qilib turding-ku. Mushu dapning gapini qilmag'ina. Sen demasangmi, men bilaman. Ma'qulamsa. Ansirmigina, ha? Aq yo'l bo'lsin. Xo'shamisa. Tezroq qaytib kel. Voy kelim. Osman kabu, sen bir yer neymiş kılıç yürüyse? Qarabroq ish qilsangmanda. Qarapaqay degan mundaq. Ha, sefer nege? Ha? Urumchiga bir berib kelaymi deyman, ha? Abla, 4-5 gündeki mi olsam olmamdı? Nemishqa? Menim ürümçüge vardıgan muhim bir işim batı digene. Bizden avu, ürümçü demez mi? Avu deganing kim? Ben toy kıldıgan kızcı. O ürümçüge belim aşırış ketken. Ben onu körüp geleyimkin deymen, ha? Efka, elimi yesham bir yay berib qoldi, to'y qilmading. Qiz tayyor bo'lgandan keyin g'achchilik qilib olmamsa. Kızlık gap qildi ekansa, men shu shaqqida qilib deydigan. Biroq o qizdan purchib pishmatmamdi. O'zingni pishdimi? Bo'ldi. Mashriq chiqa. Men seni bekatga olib o'tay, Ha, ma gaping bo'ladi, Efka. Bir haqiqatim olib qo'yamda. çekmeyen aşığı Eynadan oynay vapani enke Vapani enkedirni Vay diyevme Hayzan var, Efka, hayzan var. Binek kundiye Eynadan oynay gül handa Qani. Kira. Ha, qani, o'ltirib. Ha? Qanday Rayhan? O'ynab bo'ldingizmi? O'ylanib qo'poldim. Biroq qo'rqyapman. Mashindaq chiroyli o'sin jamoalingiz tursa, nimadan qo'rqsiz? Men qarang. Uning ustiga o'tganki TV so'lsinimi, shundaq chiroyli qildingizmi? Shundaq chiroyli. Xotirjam bo'ling, chatoq chiqmaydi. Bu qatim tapanaqingizni o'tgankidan hasilab berma. Qandaq? Yo'q. Endi meni zo'rlamang. Agar bu navbat ish o'ylig'imizdek bo'lmaydigan bo'lsa, har ikkalimizga yaxshi kun yo'q. Men qilmayman. Xotirjam bo'ling, ha. Hamma ishni o'zim to'g'rilayman. Bu qatim siz menga faqat maslashib bersangiz bo'ladi. Hargiz chatoq chiqmaydi, ha? Voy. Shavkatma? Yurtqa qachon qaytib kelsa aka? Qarz egalari bizning oromimizni qo'ymadi. Sen qaytib kelsang zodli bo'lmaydi. Men qara, ukam. Men hozir bir cho'ng sodiq tutishib qoldim degina. Mush sodni bitiribla uyga qaytaman. E'tibor men o'gin bormaydiganiga bir yildan oshdi. Sening kasoftingdan
Yengem öyde turanmay. Tuqqanlarınki ketdi. Bu bizge ne mümkün? Shundoq bo'lsin dedim-ku. Ma'qul, xo'sh. Vay, vay. Kimden kepti? Yurtdagi inimdan kepti. Tuqqalar meni nihoyat sig'inib ketibdi. Bir kep ketsin debdi. Qani, elim. İşlerimizden oңuшлuk bo'lishicha. Oy. Leydika, mushundaqla ishchamdiq. Ozroq yeydigan narsa kirmamsiz. Hey, isim qursin. Sizdan aylansin. Nima yeysizki? O'xshagan to'g'ri kopi. To'g'ri kopi? To'g'ri kopi, beliq kopi. Hey, mening mush isimza. Qizlar yaxshi ko'radigan cho'kili pokilidan akirsam bo'lmamdi. Men pek sadajimi pek sada. Hozir akirma. Jindak o'tirib turing, o'tirib turing. Saqitib qo'ydim-ku deyman, ha? Mana. Cho'kili, seg'iz, yegash o'tirib turing, ha? Yegash o'tirib turing. Qarang, nimga o'xshagan to'g'ri bu. Mana. Qani, pachaqni eling, ha? Bo'ldi. Leydika. Billa qilsak, bo'pti, billa qilaylik. Ha, balli. Lekin o'tgankidek 5 ming yuan bersangiz men unmayman, juma. Amisa, Bu qitim foydaning 20%dan olaman. Ayfka. Nafsingiz besh yo'g'inab ketib boramdi, nima? Unda qo'sma qilmayman. Bo'pti, amsa. Bu qitim 20%ni beray. Leydika. Ha? Men telefon qaytarib kiray. Mana telefon, qaytaring. Anglamayman. Voy. Kim u? Ha. Nima? Hozirla? Mening muhim ishim botdi. Ha. Atirgul restoranning oldida? Ha. Ma'qul. Hozirla boraman. Ma'qul. Hozirla. Ma'qul. Leydika. Bir do'stim meni Atirgul restoranining oldida saqlamoqchi. 10 minutda qaytib kelaman. Odam toza payzul o'ltag'anda doim shunda qildi ekansiz. Birdan qaytib kelaman. Ma'quldang, ha? Amiz 15 minut vaqt beraman. Tezroq keling, ha? Xotirjam bo'ling, birdan kelaman. Ay. Mushiya saqlayman, juma. Voy, bir xotirjam bo'ling, ha? Bye bye.
Aldı da kram açılır bana. Aldı bak. Rahmet. Abduzun hazırı düştüm. Kulurum benim koskum ağaç. Çıran meniki çıkma. Obdan aşkarvaya ben başlap barım. Ovaylap çıkma. Ovaylap. Ha. Ürümçi nemi degan özgürüp ketken ha? Qaraganda Örümchiga ilgari keptikansiz-da. 14 yılın altında bir kettim kelgendim. O çağda igiz binalar bundan çık emasdi. Hey Fukam, ben Dönkörük'e barmen desem Kızıldağ'da yürüyorsunuz o. Beni başka yer etmamıgan siz? Aka, siz biladigan yo'llarning hammasi hozir o'zgarib ketdi. Natijaga ko'rik selyapti. Boradigan yerga ko'chani necha aylanganda andin bog'li bo'ladi. Boldu Fuka, ben bir şey düşüp kalay. Ben Halk Tiyatro Hansı'nı bilime. Keşerdim Dönkörük'e piyade baray boldu. Voy aka, bu yerda mashina to'xtat qilinmaydi. Tesh o'tirib turing. Birdamda Dönkörükka olib yurdim. Hey Fuka, ha maşinler toktaptı o. Boldu maşinini aylandırıyor hemen. Maşinini toktum, ben bir şey düşüp kalayım. Tez maşinini toktum Fuka. Ben bir şey düşüp kalay. Hey, kaç pul oldu? 45 koy, ko'midingizmi? Ana bas chiqib turmamdi. Ha? 45 so'm. Chaqan bo'ling, men oldirayman. Bana. Hey, benim somkam! Benim somkam! Asta! Hey! Xenim, 302 yatak hisobatni qildimi? 10 minut burun hisobat qilib ketib qoldi. Juringlar. Kaçırın. Hiç kız yok. Şundan yaxşı olsun. Ulanın hepsi şundan yaxşı oldu da. Oy. Bu bizden belirdi ki olan payvet yok. Olam. Oy, Osmanika mı nime? Oy, Osmanika. Qana, teşmi o'rta turdingmi? Ha, tez, xudoga shukr. Uydagi baliqchaqlaring yaxshi-da. Yaxshi, xudoga shukr. Kel, og'illar bilan tanishtirib qo'yay. Yaxshimisiz? 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 Men sana tanishtirib qo'yay. Mana bu yoq mening burunqi ayolimning hozirgi eri. Yaxshimisiz? Bu yoq bo'lsa mening hozirgi ayolimning eng yaqin xizmatdoshi. Hey Osmanika, qachon keldin? Dün gün. Ya, bugün. Ya, bayatlılı gelişim. Qandaq, bu shaharning fayzi bormi? Tehi peyzini köygəndək bomuduk ko. Shunaqmi? Yur, men sana fayzini bir ko'stay. Xapinmaysizlar, birodarlar. Men bu og'inamni shaharni bir ko'stib, aylantirib kelay. Avval birer rumkidan. Qayqa bo'lamdi? Tova. Qo'yib etgan xotinning eri bilan bo'lgan ilbatchilikni bu adab qo'yayli. O'zining ayolining eng yaqin xizmatchisi. Bu Ürümchimi g'alitili bir shahar bo'lib qoldi, nima? Nega bordiganligingizni demedingiz-ku? Avval do'stlik qapa, undan qolganini deb berma. Ha, ma'qul. Xo'sh, ichaylik. İşe? Ha işe. Öğlendin mi? Ha,
bu shaharga kelib o'ylanib olgan. Ayolың bilan qandayroq o'tib o'tsa? Qaltis ko'ngillik o'tyapti emas. U mening ishlarimga aralashmaydi, men uning ishlariga aralashmayman. Rost qaltisga. Oy, men sen izlashsam sabiyat ekansan. Ay, bo'lmabdi bu. Mush so'ltingni bilan mana faqiraq ish ko'taramsan. Jiram. To'qmishlik restoranga boraylik. Jiram. Jirama. Ne? Jiram. Mana, Jiram deymi? Endi bu og'ayniki bo'g'iydi. Bo'lanboyevchining burunqi yana bir ayolning hozirgi erimidir yoki bo'lmasa bo'lanning hozirgi xotinining burunqi nimasidir? sen turib qoldingmi? Ha? Mana. Jiram. Xotin men deymi, jiram. Ayt islayama bu. Ha? Qara. Qani. Kelam. O'tiram. Qana qaydan? Qani o'tiraylik. Xo'sh, nima esla? Qani o'zingiz buyurting. Harmada, Petrmanto. Birligan qorda. Daryo beliqi bormi? Undan bir taqsi. Kaktik go'shti, to'qqa o'ti. Yotazdan bir taqsi ekan. Abyaning yotasi yaxshi. Yana jigirimizni kavob. So'qsaydim bir nechta taqsi ekan. Ko'p o'ynama. Israf bo'lib ketdi. Voy, qas jo'zdi qoladi. Qasini o'rmit. O'lda o'tiraylik. Bugun bu sorunimizdan chang chiqirtaylik. Nimaroq sizlar? Top yaxshi. Odam beshig bir potlik naraq. Yana tamogidan ish qilib. Bola bilan qachon o'chishga boshlansa, usulni tosi bir o'ynab etmay qolsangiz bo'lardi. Qani, e'lon. Evvel tam andın kalan derken. Evvel kosan tağızaylı. Ondaki işimiz ha. Alayım. Anda, Tamam geldi. sıra değil ama. Orada okşaptı. Vah. Okşaptı. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kimni izlaysiz? Rayhonni. Men uning bilan bir ovqat qilatdim. 2 kun yoqi uni izlab topolmay ketibman. Xato kirib qopsiz. Men Rayhon ismli birsini tonimayman. Oy, Rayhon menga mushu binoda bir do'stim bor degan. Men hammaga berib, uning orlishadiganlarini 2 kun yoqi izlab, bugun mushuga kelishim. Ukam uyingizda bo'lsa, xapomay chaqirib aytgan bo'lsangiz, men sizdan xo'shib qolay. Men uni tonimayman dedim-ku. Unda qilmay chaqirib qo'ygan bo'lsangiz, u mening 300 ming pulimni o'g'irlab ketdi. Voy, nimanda qildi bu odam? Men uni tonimayman dedim-ku. Hoca. Anda. Gel. Oynayın.
Vah, neymi degan paysi, ha? Ana qarama. Etrafımızı üsteler otağalarının hemmisi pul çoğallar emasmi? O taraflardan bir nechini bizning istalga tekib saqada. Vay, ajab yaxshi yaptın. Ko'nglimni topdingda. Ben berib, bir qancha bizning ustalga boshlab ketaymi? Ha? Anda to'xtab turma. Hozir keldim. Ular mera sabr o'ynaydi. Bu shaharda to'la xotun degan nimandaq to'la? Hammasi pul vaqtlar. Pul bo'lsa, agitigi nima qiladi? Akademika bir uy bilan bir erno jappasi ustiga yuk qiladigan gap. Hozir madaniyat mana shu. Atak dedim. Ha, brother. Ha, qani kelaman. Marhamat. Akade, o'tir. O'tir. Ha, anda toza sarxillarni boshlab keldim. Yandikan? Ha, bo'ladi ekan. Üçünla yalnız oturup gitsinler. Oy, yalnız olsan en sizler keldiler. Cip olamaz ha? Oy, bizge cep bolsanlar, xotininglar, tumshug'inglar keltirib sanmi so'raydi. Oy, xotin deganda uncha qo'rqolmaymiz. Yomoniga kelsa, qachib to'g'irlaydigan gap. Kimdan qo'rqatdi? O'ynaymiz, kulimiz, erlarning ko'zini o't chiqirib Bu saymaqın emas. Xotin deganda qo'rqadi, ha? Sizin chaqirg'ini bir qizilmaysiz. Mağa deydigan gapimiz bormi? Nimandaq mügdep o'tirsiz. Burtungizni tushirib etib saqlab qo'yasiz, bo'lmadi. Demishqa. O'ngaymas olmaysiz. Mandaqda. Hozir naqsh etayotgan naqshchiga bir dasta gul sunib qo'yay degandim. Yenimda sapli 100 so'mlik pullar bor ekan. Yeningizda 50 so'mlik puldim bo'lsa, bir ne degan bo'lsangiz gul so'qilgan bo'lsam. Bir dasta gul shuncha qimmatmi? Gulni setib olmaymiz. Bu naqshchi qilgan ko'nglimiz 20 so'mni restoran tutib qoladi. U becharalar oran 30 so'mni beradi. Pul bormi? Rahmat. Hey, bu aşkan tamaklarını qanday qiladi?
Töküdü. Töküyverse tağdak öyle bu şehirse sıkıştırkamam da. Ya. Bunun mu ilgisi var? Ağıyla kalsın. Net adam genci mi? Kimni dedin? O senin ağınandı. O neme kandaktı neme? Nemi dedi sen? Bu adaşını ben tanımayım. Emese kollarının mörüsü gelip taza mongduzup ketip atattın ko. Ben senin yakın tanışın okşaydı da yakıncılık gitti be. Rast tanımam sen? Ben senin tonuşun akşaydı da oltıra yürüttüm he. Estağfurullah. Nemi dedi kandı bu? He? Obdarak oylap bak. O senin koyuvatken xotnunun bir nimesidir. Yoki hazırki ayolingning burunqi eridir. Ağzını bekip sözle. Ben degen ayalımni kız ağa. Kız ağam bolsang burunqi loyiqidir. Yoki ayolingning do'stining bir nimesining bir nimesidir. Çakçığını koy. Biz taza bir saktı bezgi uçlattınız. Nime ha? Tehe meyve çiğ etip girermiş. Bu yerim küçük nerede mi meyve çiğ varken? Toktap dur ha. O adaşın kendinden çıkıp bir karap bakayım. Hey! Taksi! Çapsama. Turun, aka, çakırak ışık koyupsuzmu nime? Rahmet. Siz qaysi üstelde otagan? Üstelde. Hemen o taraf opsizlar go. Isavatını kıldı mı? Yo'q, tek qilmadi. Isavatını kıvıt deyip asla uyunuzu kaçsanız buladı. Fuka, bu üstelning sahibxoni men emas. Emiz kim? Mandaq gapdan ha. Fuka, bizni bu üstelga boshlagan sahibxonni men cho'r tonimayman. Men tehi bu shaharga bugunla keldim. Yo'lda G'ulam degan bir og'inam bilan uchrashdim. G'ulam boyvachchi desa, bu shaharda tonimaydigan odam yo'q. Shunda qilib, uni bilan bir qancha do'konda ichdik. Aka, bo'ldi qiling. To'xtab tur, men sana tushuntiray. Bo'ldi qiling aka. Mening ishim aldirash. Pulni oldi kim to'laydi? Elimi men sana tushuntiray. Eliqi adaş yo'liqdi. Men G'ulamni bu kim bo'ladi deb so'radim. So'rg'inim aniq. G'ulam burunqi ayolimning hozirgi eri, hozirgi ayolimning burunqi xizmatdoshi bo'ladi dedi. Shuning bilan biz mushakirib qoldik fuka. Nima deydi ma u? Tamoqni pulini to'lamsa, to'lamamsa? Men sana desam fuka. Eliqi odam bizni mishaga boshlab kirgandi. Ondan turibli yo'qolib ketdi. Shuning Menga. Beni koyuyorlar. Beni koyuyorlar. Beni imiş kuşlar. Pulni beremsa, bermamsa? Pulni çıkarayım. Pulni çıkara. Pulni çıkara değil mi? Pulni çıkara. Tez bol. Ben çıkarayım. Bana çıkarayım. Harbini koyar. Koyar. Bak. Bana. Anım koyar. Buldu bana. Tez bol. Beni iş kuşlar. Biz ne yapıyoruz? Beni koyuyorlar.
Ömrünü koyuyormuş. Oh hocam. Yüzün, taptı mı kılın eşkesi? Rost qilinimi ekan bu? Dap. Dap. Hey! Nimi dap bu? Ey cürala kirpi deli, sarağını mı iken bu? Sarang nima ekan? Ha, jurnal kirib ketaylik. Voy. Qanday ahvolingiz? Osmonda tushdingizmi, yerda chiqdingizmi? Qani, o'tirib. Oqshomda tushim kirib qolibdi ekansiz. Dahshat ish bo'ldi. Necha vaqtdan beri chet elda o'qib, sizni izlab boramay qoldi. Bir yil yo'lingizga qaradin. Axir amal bo'lmay teqa tunigun Urumchiga izlab kelgan. Yaxshi uchrashib qoldingiz. Shunda qani, kavobya. Qani, ela. Qara. Manda qo'ysin. Men obina kirib, pulni ep chiqay. Pulni o'zim bilan qaytiraman. O'zim bilan. Jindak o'tirib turib, hozir chiqaman. Hey! To'xta! To'xta deyman. Bir ko'ray. Hadi benim de bak hakikaten. Bana nereye? Toxta! Bu aldamcı toxta! Toxta deyme! Bu aldamcı kızıl göz! Toxta! Toxta! Bu aldamcı! Kızıl göz! Toxta! Hey, qanday qayanlar bu? Nima qilamiz bu? Kime nima bo'ldi? Sizda qalan, nima qarınız var sizdan? Hozir bir sarankan bu. Nima ish qildim ukam? Nima ish qilsangiz bo'laddi? Men nima bu? Ha? Estağfurullah. Toxta! Kızıl göz! Toxta! Nima qilgan bu? Voy, kesakni bizda sotib qol. Olamaz, qanday qilma? Voy, uni qo'yib etma. Bu aldamchi, bu qizil ko'z. Uni qo'yib etma. Bu qizil ko'z. U chin tuting. Hey! Voy, bu nima qilgan? Sizda chekyapti bu. Meni tutinglar. To'xta deyman. To'xta!
Halva! Aldamçını koruldu mu tapamadık. Mana bu örümcedi mi? İzleri bulmasa. Ay, işkirge kirip gidelim ki. Başqa amal kesse keteyli. Şunda kılaylı. Ay. Ha? Au, Musacın şuğu. Aldamçı! Nasıl gel? Tutaylı. Bunu tutaylı! Tutaylı. Toxta! Toxta! Toxta deymi! Aldamçı! Toxta! Toxta değil mi? Aldamçı toxta! Toxta! Oy sen! Ne ketdi bu? O korurken o. Tushum, avaylan, ha? Asta. Aynen. Aslan. Bakır bakayım. Kotanken bu. Bu yoqqa qarab boqayli. Yok kan bu. Yo'q. Asta. Ne ketken de? Akishni so'rab boqayli. Sakallık bir adamı gördünüz mü? Görmedim. Onun meşak kışıp kirip ketkenligini kögen tok. Onu zaten... Ana! Aldamçı! Toxta! Toxta! Toxta değil mi? Hey, taksi! Tez ol, tez ol. O ana! Toxta! Ana! Toxta! Toxta değil mi? Başın numarını görmeyin ha! Başın numarını görmeyin ha! Beş altı çasakla! Kes. Yoldaş! Yoldaş! Nime iş? Hazır bir aldamçı meşhadi maşını Bilim basıp kaçıp ötüp gitti. gitti. Maşın numara kaçça? 13.804. Doğru. Oldu, 13.804. aldırma. 13.804. Vay! 13.804 numaralı taksi uçursa tutulanla. 13.804. Oy, Osman aka. Qanday ahvolingіз? Urumchiga qachon keldingiz, a? Ro'yi kayfiyatingiz bekli to'yinqo. Sizni tanıyamadım Osman'ım. Siz meni tanimaysiz, men sizni taniyman. Siz hiliqi Yoqub degan qizil ko'zga aldangan Osman akamku deyman. Şu kızıl gözden tersidir. Muşa ahval uçup kaldım. Bu şehirde beni tanıydığı adamı bakın ha. Dünyayı köymegende köydü. Ko'nglingizni buzmang. Men dal Yoqub degan qizil ko'zning delosini ishlayotgan saqchi bo'laman. Juring, qoldi gapni saqchixonaga berib ketishaylik. Siz sakçı mı? Ha. Ben yaxşı oldu. Dünyayı yancığımda bir tiyimi pul kalmay. Köymegende köydüm. Hat bu kızıl gözüne. İsmin nima? Litip. Yaqub degan kim? Tonimayman. Musa Canli deganni bilamsa? Men nedim bilay? Boyaqni tonimsa? Ha? Aldamchi degan mushu. Mushu mening 300 ming yap pulimni evagan. Mushu. Aldamchi degan o'zing. Bu qiz bizning munavvar saqchimiz. U sening peyinga g'uljudini tatib tushgan. Bu seningmi? Mening. Rayhon, pulning ikisini chaqiring. Ma'qul. Qani kiring. Bu kishini tanimsiz. Tanıyma. Dal bizni oldiga aldamchi lit. Yoqub degan mushu. Hey. Bir yıldan beri bizni nima japalag'i solding ha? Osman aka. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Sizda to'xtam bormi? Bafka. Mana. Buni sen yozganmi? Aytmanglar. Mana. Mana.
Xotirjam bo'ling, sizdan aldab ilib olgan barliq narsalarıngizni qaytarib beramiz. Sizlarga ko'p rahmat. Yolg'iz mendan emas, Yaqut tarafdan aldangan barliq odamlar nomidan sizlarga ko'p rahmat. Hoy Osmanika. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda yuriysan go. Qiziq gap qiladigansan Osmanika. Tijoratchi degan pul nada o'zi shu qo'g'lab boradigan gapda. Voy. Bugun qaltis paqirib ketibsan go, ha? Xuddi shahar boshliqlariga o'xshab qolsan-jimi? Ha, qaraganda dapsodang yaxshi o'xshamanda. Qo'ya, dapning gapini. Hey, men seni bir mehmon qolay. Ma, Rahmat aka. Men hozir mangmoqchi. Haras, sen qachon mangsa? Mangsan billa mangayli. mangsan mangdin. Lekin qosoqqa bir nima yolayli. Bo'ldi. Yo'ldilayman do'q. Chiqar mashinaga. Haras, yeliq aldamchi topdingmi? Topdim, uka topdim. Men sana shuni gapni qilib degandim. Qaraganda alomat hikoyadan birini anglaydi ekanman-da. Onu bir deme yo'lda bag'ish kuldirib uchingni uzuydimi? Shunda qilib, yiliqi qizil ko'z, tulkidek shumshib ketdi. Osmanika, Mo'ngloq naqshanda bir qilma. O'zimdan bir vaqt o'zgarib turadi, bir etaya. Güleymi men çıklayma can dostum. Bu hayatın kısmetlerine Fakas buldun şeytanlarıdır Dostlarım aldandığın sünnetlerine Fakas buldun şeytanlarıdır Dostlarım aldandığın sünnetlerine Oh 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 oh. Gülüp bakar gayda duyar Kahkalı sen Kur'an çapında Hayat şunda hisletler gibi ay dostlarım Büyük sen yana armanda Hayat şunda hisletler gibi ay dostlarım